Hürmetlik vatandaş, iki kelime muhakeme siz bilen. Bugün çizgiler 2021 yıl 3. ayının 20. günü yukarıda görüp ettiniz. Alyaski söhbeti ahırlaştı. Biz meseleni bu kadar cüretlik oturup koyduk. Doğrudan doğru oturup koyduk. Ben başta ettim, bunun da Yangcayçı'nın haberi var mı yok mu de? Bilgili olmaydı. Yangcayçı'nın haberi yok idi desiniz. Wang Yang 3. derecelik devlet rehberi. Devletin 3. derecelik rehberi Wang Yang Ürümçi'ye nemiş kıbadı. Haberi yok idi desiniz. Haberi var idi desiniz. Yangcayçı bu kadar Alyaski jığınıdaki Ançordu şehrinde söhbetke oturup Antony Blinken Cungo'nun işi emas deyiş bileli orunda sakrab kopop nait kopallık görsetti deyme. Qarab turga gapları azımızı bop ketdi. Nima deydi? Amerikanın demokratiyasini Amerika xalqi yaxshi ko'rmaydi. Yani nima deydi? Liloyitni sen ırkçılık qilib öldürdün. Yani nima deydi? Amerika chet ellarda odam öldürdü. Yani nima deydi? Endi Amerika irodasi bizga tang'anmaydi. Bu gaplarda mantiqiy bog'lanish yo'q vatandoshim. Bu söhbet jarayoni. Siz tanqid yurgizadigan jarayon emas, tanqidni matbuot qilib Yangcayçı efendi söhbeti 1, 2 gap, 2, 3 gap vaqt şu vaqtning ichida masala o'tirib qo'yildi. Bu qatimki Alyaski jig'inining tantanasi, bu qatimki Alyaski söhbetining natijasi kamtarlik qildi. Antony Blinken davlat ishlar kotibi zor muvaffaqiyat vatandoshim. Ishga ish emas. Kendinizme Uyguristan meselesi, Hong Kong meselesi. Siz bir yerde bastırıvatsınız. Bu bastırış işleri herkes sizden içki işiniz emez. İçki işiniz emez. Uygurların bir cümle sözü var. Adli cümle. Cümle anlap durun cümle. Aşındak rekabetleşkende g'albi mag'lubiyat giribigida yoki elishayotganda g'alba qilgan taraf ishlatadigan Uyg'urlarning bir jumla so'zi bor. Men mushayada ishlatay. Xafa bo'lmang Jungnanxay. Mijozingiz qandaq? Jungnanxay. Mijozingiz qandaq? İkinci qatam ishlatdim o'tgan yil 2020 yil 6 ayning 17 kuni Uyg'ur kişilik hukuk ve siyaset kanun layihasi ma'qullanganda endi ikinci qatim bugun ishlatdim. Jungnanxay, mijozingiz qandaq? Jungoning ichki ishimikan Uyg'uriston ishi yoki Jungoning tashqi ishimikan? Shundaq deymiz. Endi kelaylik vatandoshlarım, bu yerda bir selishtirish. Endi bu mayli xiyolan bo'lsin yoki fantaziyalik bo'lsin, buni qo'yib turing, yoki faraz qiyos bo'lsin. Söhbet Alyaskida boshlandi. Alyaskida o'tkaziladigan vaqtda hozir kelayotgan xabar qaraganda Alyaska söhbetining yoki bu söhbetning ro'yi mujmallashtirilsin, burmalangan bo'lsin, vatan ishiga qo'yib berilibdi vatandoshlar. Şinjan gazetlari sayrab ketgan gap, Şinjan xalq radio stansiyalari, taxama radio stansiyalari o darajada emas. Sayrab ketgan gap, vatan ishiga qo'yib berilgan gap o vatanga, vatandosh. Wang Yang, men yana ta'kidlaydiganim Wang Yang, siz nimaga tayyorlik qilasiz? Ikki yo'l. Biri yoki bostirishga shunaqmi? Hozirgi ahvoldan qaraganda Uyg'uristonda bostirishga tayyorlik qilasiz. Ikkinchisi yo'l qo'yishga. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarga ma'qul deyishga yo'l qo'yasiz. Yo'l faqat ikki bo'ladi. Bir yo'l bo'lmaydi. Aldığı kaynağı yenip yürüyüdüğü yol bulmaydı, iki yol buludu. Bu yol olmasa o yol olmasa bu yol. B plan işe aşması A plan. A plan işe aşması B plan. Hayatlıkmış o. Wang Yang efendi. Şundak emas mı? Siz bilirsiniz o. Uygur'u qaraganda yaxshiroq bilasiz Wang Yang efendi. Zaten neymiş ki badınız Ürümçi'ye yol koyuş ya karşılık görüştü. Hazır bugün mesele Alyaski'de eçildi. Wang Yang efendi, Jungnanxay, Jungoluk efendiler. Otturu koyul, doğrudan doğru otturu koyumuz dedi, koydu. Devlet İşler Katibi Antony Blinken sizden aldığınızda iki yol duruptu. Bunu Amerikalılar sizge sızık deyip sızıp beğenmedi. Ya ki Amerika hükümeti sizden aldığınızda kızıl sızık sızmadı.
Amerikalıklar bunda küçük işlerge anca aldırıp gidadigan devlet emas da kıldı. Sizlarga o'xshash Tayvan qizil siziq, Tibet qizil siziq, Şinjan qizil siziq degini yo'q. Onunla aldırıp ketmedi. Lekin sizden ko'nglingizga ayon bo'ldiki, Jonanxay Jungo hükümeti ikki yo'l. Meseleni tinch yo'l bilan hal qilaylik. Meseleni çok tinch yo'l bilan hal qilaylik. Ikkinchi yo'l qattiq besim yoki qattiq qo'l siyosat bilan masala hal qiladigan bo'lsak, u vaqtda Jungoning holiga voy. Jungolik o'zi bilib turdi buni, dunyo ham bilib turdi buni. Shunga masalani tinch yo'l bilan hal qilaylik. Jungolikning oldiga qo'yib qo'ygan ikki masala. İki mesele, ben artıkını sözlemeyi cuma vatandaş ya, sözlemeyi. Vakti kelgende, hemmiş o vakti kelgende sözleyimiz vatandaş. Sözlemeyli, arkışak. Aldığınız o koyuldu, tinç yolu bilen el kılıç van yana ben. Yani bir hıyal presi kılıp bakayım mı? Rusya Bolşevikler Partiyası otur Asya'da çekingende ayrıpalan, stenzillerini Kazakıstan'a ayrıpalan zavutunu, Özbekistan'a taşlap çıkıp gitti. Vağyan efendi, sizden hazır hesapta mübalik olup gelsin yoki maskır kısanımı kılın vatandaş kılıdığı işiniz hazır növbeti 3 iş biri avval 1000 tüvenini çekindiriş. Onundan Şinjan her bir ayını çekindiriş. Üçüncü kademde kurallık sakçı kısımlarını çekindiriş. Uygurlar sakçı kısımların teşkille beliştim. Buraya teşkille geri yana da vakitlik tertip saklaşka sakçı kısımlarınızı işiltişki buludu. Ondan çok xalqaro cemiyetinin nazarı aslında Uyguristan'da saylam ötküz. Tertip şu bulup oturduk, emniyet tertip şu bulup oturduk. Otur Asya devletleri müstakil bolganda xalqaro cemiyet küzet küçülerini evettik o saylamga deyme. Vağyan efendi, bu sizin hatırınızda bağ o. Şuna zo'ravonlikqa, harbiy kuch qo'llanishga, soqchi kuchlarini qo'llanishga hozirgi dunyoda imkon yo'q. Vangyan efendi, men o'zimning his qilish bo'yicha Yangjechi efendi sizlarga shuni deb qolaylikki, gap so'z so'rinda erishsanglar bo'ladi. Tungi sizning qo'polligingiz hozir men tasvirlab beramadim Yangjechi efendi. Diplomatiya sorunda Amerika amaldorlariga ko'rsatgan qo'polligingizni men tilim bilan tasvirlab beramadim Yangjechi efendi. Endi zo'ravonlik, bo'ravonlik yo'l yo'q, faqat tinch yo'l bilanlar. Agar jungolik tavakkalchilik qilib yoki Tayvanga yoki mustamlika Uyg'uristonda mustamlika urushi qo'zg'ash va yoki Tayvan bo'g'izga bir pay o'q qo'yib berdigan bo'lsa, men aytamanki, Jungo Kompartiyasi shu kuni halok bo'ldi. Şunu siz Kompartiyanızı saklap kalın. Bu meseleleri hal qilish uchun yani bir partiya, bir kuch bo'lmasa bo'lmaydi. Jungoda o'qituvchi partiya yo'q, hokimiyat beshiga kirenmaydi, boranmaydi. Shunga mushundaq ahvol ostida mustabid bir davlat xalqaro jamiyatning besim ostida tinch yo'l bilan masala hal qilishni tanlab qo'ygan Yangjechi efendi, Jonanxay efendi. Misal xiyolparast bo'lib qoldimmi ya vatandosh? Oldimizda bo'lib o'tgan ishlar bu. Oldimizda ketdi bu ishlar. Rossiyada boshqa, ya'ni Sharqiy Yevropada o'tdi bu ishlar. Endi navbat Osiyoga kelgan bo'lsa, tartib shundoq bo'ladi-da vatandosh. Vangyan efendi, ya'ni chunqurroq tahlil qilatdik, sal o'zimizni tutib oldik. Qag'ini asta-asta deyman, jahonning ishlari asta-asta vatandosh.